Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mikrofonimiz yo'q, qattiqroq gapiraverasiz. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, muhtaram prezidentimiz, mana shu bizning ishlarimizda yordam qo'lini cho'zgan mas'ullar, sudlar, shu ishimizni ko'rgan sudyalar hammalariga kattakon rahmat bo'ldi. Keyin mana bu bizni shu sudimiz jarayonlarida odillik bor ekan, mana tumanimizda shu narsa qaror topdi deb o'ylayman men. Bizga yordam berganlarga hammasiga tashakkur etaman. Yaxshi insonlarga. Yaxshi insonlarga hammasiga tashakkur etaman. Mamnunman men to'g'risi. Haqiqat bor ekan. Endi mana bilmayman bu kelgusi nimalarni ham hali ko'ramiz. Oxiri nimalar qanaqangi davom etadi. Hozircha lekin haqiqat bor ekan. Bizni nimalarimiz adolatli ko'rildi, ishlarimiz. O'sha tuman hokimining chiqargan qarorlari, nimalari bekor bo'lmaganliklari, bizni 49 yillik shartnomalarimiz har o'z usullarini tasdiqlovchi nimalar to'g'risi sekin-sekin ro'yobga chiqyapti. Jinoyat ishlari bo'yicha Dang'ara tuman sudiga Dang'ara tumani ichki ishlar tergov departamenti tomonidan Nizomjon akamga nisbatan ayblov 299-moddasi bilan bir qismi bilan ayblov e'lon qilinib, sudga taqdim qilingan edi. Akamiz jinoyat ishlari bo'yicha Dang'ara tuman sudi tomonidan 83.1 birinchi qismiga nisbatan mutlaqo aybi yo'q deb topilib va ikkinchi qismiga nisbatan mutlaqo aybi yo'q deb topildi. Rahmat aytamiz va ana shu Nizomjon akami turli xil idoralarda vakillarini aralashtirib, yaqinlarini aralashtirib, iqtisodiy ma'muriy sudlarga, iqtisodiy sudlarga va fuqarolik sudlarga fermerimizni yillar davomida mehnat qilib, bo'rdoqchilikda, ipakchilikda rivojlantirish maqsadida o'zini mehnat qilib, adashmasam 5 tonnadan ortiq silos ko'mgansiz-a? 350 tonna seloslarni ko'mib, bo'rdoqchilikni rivojlantirish, ipakchilikni rivojlantirish maqsadida fermer xo'jaligini tashkil qilgan akamiz. Yutdik. Xudoga shukr, Alloh g'olib qildi. Sudlarimizni adolatliligini ta'minlab berdi va kelgusidagi Farg'ona viloyati iqtisodiy ma'muriy sudlarda bo'lib o'tayotgan sudlarimizda va iqtisodiy sudlarda bo'lib o'tayotgan sudlarimizda ham sudyalarimizga insof so'rab qolamiz. To'g'rimi aka? Viloyat sudi raisidan ham va yaxshi insonlar bularda harakatlarini, bularda faoliyatini nazoratga olib, adolatli ko'rib berganligi, adolatli ko'rilishini ta'minlab bergan yaxshi insonlardan ham rahmat aytib qolamiz. Hamda aynan o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga ham alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bular sodda insonlar. Bular faqatgina yer, bo'rdoqchilik, mehnatni ichida o'sgan insonlarda bular faqat ashi mehnat, yerni ichida yurgan bular ayta olmaydi va mana ichidagini aytadi. Nizomjon akam, yutdik, oqlandik, mutlaqo oqlandik. O'sha Dang'ara tumani ichki ishlar tomonidan bularda aybli deb topilib, ayblov xulosalari bilan Dang'ara tumani jinoyat ishlari bo'yicha Dang'ara tumani sudiga taqdim qilingan materiallarini, ish hujjatlarini, jinoyat ishlarini oqlov hukmi bilan erishdik. Ya'ni adolatlik sudni hukmi bilan erishdik. To'g'rimi Nizomjon aka? Biz bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Oliy sud rahbariyati, viloyat sudi rahbariyatiga tashakkur bildiramiz. To'g'rimi aka? Qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Mana shu muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich shaxsan o'zlariga, mana shu viloyat sudi raislariga alohida, tumanimizdagi biz ishimizni ko'rgan sudyalarga ham hammasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Odillik bilan mana ko'rishsa ham bo'lar ekan, adolatli bilan sudlarni ham ko'rishsa bo'lar ekan, mana bor ekan haqiqat. Biz bundan xursandmiz. Антикоррупция.